Do'stlar, sizlar bilan Fireman bo'lyapti. Bugun bizda juda qattiq qor yog'yapti. Sovuq juda qattiq. Qor ko'ryapsizlarmi? Uyga ham o'tib ketdim. Mana minutlar oynaga bor. Uncha ko'rinmayapti, endi oynaga bor. Assalomu alaykum. Mana jitelam uxlayotibdi. Uxlaganim yo'q, dam olayotibman. Sovuqda uxlamamayapti. Mana uxlamayapti ekan. Mana issiq kiyimlarimni kiyib oldim. Hozir o'tin yonyapti bag'da jicha ovqatim bor, keyin o'tinlar bor. Biz bunker qurishimiz kerak bu sovuqdan qutulish uchun. Jitel o'zing o'tinda yoqib qilib o'tirib turaversanmi? Ha, o'tiraveraman. Desang-chi. Men bunker quraman, ketdim. Yaxshisi eshikni yopib qo'yaman. Har yopmasam bu qor bosib ketyapti. Jitel. Qaysi jitel? Uni uxlayotganmi? Yo'q. Buni yaxshisi yopib qo'yaman. Hech qayerdan endi shamol o'tmay turadi. Bizda qish ham hatto qaynab kelardi. Shuning uchun hamma uyga qorlar muzlar qilib, uyni ham shunaqa qurib oladi. Savdogar aka, qanday yuribsiz bu sovuqda? Voy, aylanib yuribman, birorta uy kerak. Uyga kirib olavering birorta. Bu sovuqda qanday uyga o'tirsam? Men bunker qurishim kerak. Bunkerga resurslar mana uydamda yo'q, ekan. Bunkerga resurslar qaysi uyda turardi ekan? Unutib qo'ydim. Sovuqda ko'p yurib bo'lmaydi. Oyog'im uvushib qoladi bu sovuqda. Qayerga bunkerga resurslar? Yo'q, odam o'qitgan bunkerga resurslarni tayyorlatib qo'yiladi-yu, buni o'yinmidi. Mana shu. Betam sal issiqroq. Sham yondi sana. Bu paytda opamizga asallar, bog'cha o'tin. Bunkerga resurslar mana. Go'sht pastroq qo'yib do'stlar, biz tezroq bunkerdan qurib olishimiz kerak. Bunker qurmasak bo'lmaydi. Eshigimiz. Bizda eshik yo'q. Mayli, jicha o'tin ham olaylik. Sandiqlar yo'qmi? Hamma o'tinni olib ketamiz birovlar. Ancha og'ir bo'lib ketadi-yu endi. Noiloj. Qani sandiqlar og'ir. Mayli, keyin asallarni ham olib ketamiz. Uyda qorni qaranglar. Hamma yoqda qor bosib qolyapti-yu. Men yaxshisi bunkerni uyimga yaqinroq joydan quraman. Netdan quraman. Çok kolay. Elimde bakacak. Tezroq tushib boraman. Otellar xonadan pakilab olay. Qo'lim bo'sh qilib. Ketdim qaniylarga. Uyda qorni qaranglar. Sovuq. Mana. O'zim aytyoraldi. Yetarli. Dot. Qaniydi men bunker qurmoqchi bo'lgan joyim.
soat uylarda uncha sovuq. Mayli qaytamiz, oddiy ishi ham topishimiz kerak hali beklarga. Kelganda minutga yazayam shart emas, shunday turaveradi. Toshlarni tashlab kelay. Qortimni tezroq olishim kerak. Ulgurib olishim kerak qortinganda. Yana ichami yo minutda ishi tursa ham. Do'stlar, juda sovuq bo'lyapti hozir havo. Havo sovuq bo'lsa ham mayli, eplaymiz. Xo'sh. Necha ekan? 1, 2, 3, 4, 5. Barcha 1, 2, 3, 4, 5. Do'stlar, bunker bitganda ko'rsataman. Hozircha videoni to'xtatib turamiz. Do'stlar, mana bunkerimiz tayyor bo'ldi. Endi bu yerda jihozlasak bo'ldi. Bu yerda ozginadan o'tin bor, bu yerlarda ham o'tinlar yonyapti. Endi bu yerlar tezroq jihozlab chiqsak. Yerga stollar qo'yamiz, keyin jitel kelsa bo'ldi. Bu tarafga buramiz qolgan. Sal devorga yopishsa ham mayli. Ishcha qotdi, sizlarda qotdimi yo'qmi bilmadimmi? Mana yana qotyapti. Shuni jihozlab bo'ldim. Restoranga o'xshab qoldim endi. O'zlaring baholab qo'yinglar. Men shuncha bunker qurdim, bog'da qortinib qoldimi? Yo'q, hali ham sovuqda bundan yopib qo'ydim. Buncha sovuq. Hozir jitelga boplaymiz. Jitelga to'g'rayapman. Qani. O'rningdan tur. Qo'ymaysan. Bunker tayyor bo'ldimi? Ha, tayyor bo'ldi. Hozir aniq qotib kelib boraman. Ha, endi kirib olguncha men uyda o'tiraman, keyin kiraman. Sovuqda. Qor tushdimi? Mayli. Do'stlar, kirdim ekan bunkerga ko'raylikchi. Qor yana boshlab yuboribdi, og'ishdi. Mayli, endi muzlab qolmasa bo'ldi. Kirdingmi? Ha, gaz bo'ldimi? Qanaqa gaz? Ko'raylik. Endi ishlaysanmi? ha, endi bunkerdan direkt chiqsak, agar tashqarida yana -80 graduslar bo'lib ketib, butun dunyoni asosi ketsa ishlayman. Bo'ldi. Do'stlar, bo'pti, biz bugun shu yerda tirik qolamiz. Sizlar bilan xayrlashamiz. Bo'pti.